Bismillahirrahmanirrahim. Do'stlar, buyuk bobomiz Buyuk Sohibqiron Amir Temur bobomiz qabriga keldik, maqbarasiga. Juda ajoyib tarzda bino qilingan. Элемент как бы силы получается. И плюс к этому накопить энергию. Ana shu o'rtadagi Amir Temur bobomizni qabri hisoblanadi. Uni boshidagi piri Said barakani qabri. Vafotidan oldin pirini oyoq tomoniga qo'yishni vasiyat qilgan. Va shu vasiyatga binoan o'rtada demak Amir Temurning qabri. Mana bu qora nefrit toshni nabirasi Mirzo Ulug'bek Mo'g'ulistonning yodgorlik sifatida olib kelib bergan. Bu qabr asli qabr shu yerda podvalni tagida. Bu lekin odamlar ko'p kirib nima qilmasin degan maqsadda, ya'ni bu ko'rgazmali qabr sifatida qo'yilgan. Haqiqiy qabr ana shu joyda yer ostida shu ko'rinishda joylashgan. Qora nefrit toshdagi bobomiz qabri hisoblanadi. Yonidagilari nabirasi, o'g'illari qabri hisoblanadi. Если Тимур умер в 1405 году, учиться примерно 430